Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda uyimni mana shunaqa chiroyli qilib remont qilaman degan aka opa singillarimiz uchun bunga necha pul rasxod ketishi juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Hozir shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Necha puldan oldik, nima oldik? Hozir bir qator tanishib o'tamiz, eslatib o'tamiz. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Aytilib o'tgan narxlar ham shu Rishton tumanidagi narxlar. Bir qator tanishtiramiz. Hadi boshladik bo'lsa. Bu joyda birinchidan gipsokartondan boshlaymiz. Chekkasiga gipsokartondan bort qilganmiz patologimizga. Gipsokartonimiz donasi 38 mingdan olganmiz. O'sha bu yerda 4 ta gipsokarton ketgan. Undan keyin reyka olganmiz. Oldiga bir qator taxta olganmiz. 10 lik taxta olingan. Orqasiga bir qator reyka qo'yilgan. Reykalarimiz 4 ming so'mdan, taxtani metrini necha pul olgan ekanmiz, eslolmadim hozir. Undan keyin karniz tiyagalarimiz olingan. Karniz tiyagalarimizni metrini 12 ming so'mdan olganmiz. Mana shu katta tiyagalarimizni 12 ming so'mdan olganmiz. Buni 30 ming so'mdan yopishtirib montaj qilib uстановка qilib berganmiz. O'sha buni metri shunda tushyapti. 12 ming so'm, 30 ming so'm, 42 ming so'mga tushadi metri bitishi. Undan keyin devordagi mayda lepka tiyagalarimiz. Bularimizni metri 4 ming so'mdan, bularga metri 4 ming so'mdan. Bu guli отдельный bo'ladi, buni guli отдельный. Guli menimcha shu 15 ming so'mdan atrofida edi. Hozir unday eslamadim, shu 15 ming so'm atrofida edi. Xo'p, undan keyin tagiga buni shpagilovka olingan. Shpagilovkalarimiz xo'p, 37 ming so'mdan olingan. Megamix 53 shpagilovkasi bor. O'shandan olingan Megamix shpagilovkalar 53 dan olingan. Shundan 37 ming so'm olganmiz shpagilovkani. O'sha bekka 6 qop shpagilovka ketdi. Tagiga elektr olganmiz, 2 qop undan ketgan. O'sha 8 qop shpagilovka ketyapti bekka. Xo'p, undan keyin devorlarimiz atachento qilingan. Atachentomizga xo'p, qumsiz atachento. Qumsiz atacentomizda bitta 10 kilolisini 100 dollar atrofida olganmiz. Bekka shu 1,5 paqirda ketdi hozir. 15 kiloga ketdi. Bu 150 dollar degani endi bu. 150 dollar ketdi. Undan keyin vensiyankamiz. Vensiyankamiz shu 5 kvadrat. 5 kvadratimizga o'sha 1 million 800 ming so'mlik material ketdi. 1 million 800 ming so'mlik material ketdi. Buni kvadratini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Kvadratini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Yana nima? Elektrika galogenlarimizni 22 ming so'mdan sotib olingan. O'sha 10 ta galogen olingan. Bitta lustra bo'lyapti o'rtada. Lustramizga 600 qancha mingda xullas 600 ming oshiqroq, 700 ming emas, 600 ming qancha. Shunaqa olib kelishdi, deganlarni olib kelishdi. Natijli patologimiz bo'ldi bu yerda. Natijli patologda kvadratini 75 ming so'mdan tortish berdi ustakalarimiz. Xullas shunday. Mana bu ko'rishlaringiz mumkin. Kulchatirlar, rozetkalar, bu yerda televizor postavka bo'ladi, bu yerga konditsionerga rozetka qo'yiladi. Mana shunaqa azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, go'zal qilib uylarni bitirib beramiz. Mana bir boshdan ko'rishlaringiz mumkin.